Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana o'sha 220 lik kabinalarimiz oldi ko'rinishi. Mana balonlari tim qora maxluq bo'lib turibdi mana baholasi. Faralar, lupali faralar qo'yilgan bunga. Dvorniklar hamma yo'q bor, xudo xolasa. Mana salon ko'rinishi. Salon ko'rinishi mana xudo xolasa. Hop, mana monitor yondi. Magnitofoni bor, mana magnitofoni. Magnitofon yondi mana. Radio, xohlasalar ham bilib so'rasizlar. Zadniga urilganda albatta mana orqa kamera ishlaydi. Mana zadniga urilganda orqa kamera ishlab turibdi mana. Hop. Rollar, mashina rol. Hali pulti ham bor, pulti ham zavod bo'ladi, xudo xolasa mana. Pultni zavod qilamiz. Pultni zavod bo'lyapti. Pultni o'chyapti. Skori mana buna bo'ladi mana. Mana bu turishi zadni, mana bu neytralka, mana bu oldingi. Tepada mana luklari bor, luklar ochiladi. Luklar ochiladi. Ventilatorlar ishlaydi, kalit yonganda mana ventilatorlar ishlab turibdi. Ventilatorlar bor. Hop. Salon ko'rinishi hozir nimalardan? Tagida joyi bor. Zaryadniga turibdi mana. Mana bu bort qismi mana. 220 bo'ladi bortda. Mana orqa ko'rinishi. Mustahkam xudo xolasa. Mana akkumulyatori, miyasi, motori mana motorga hali qalin simlidan qo'yilgan, o'ta baquvvatidan qo'yilgan. Ramalari baquvvat. Katta ramadan qo'yilgan.